ilahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtsadına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bağ iken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicretten mevcuttur demektir. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani kurşun uzun yapacak aldı. Hürmetlik Mömincan, sizge ma'lum Uyg'ur musulmonlar bir qismi chet ellarga hijrat qilyotdi, qochib chiqalganlari. Hijrat qilamaganlari vatan ichida har xil besimlar duch kelyotdi. Buni ko'ryapmiz, ammo yaqindan buyon Xitoy doiralari to'xtamay shu Uyg'ur musulmonlarga diniy erkinlik bog'liqini, ularning hech qanday bir cheklimga uchirmaganligini, bularni Ramazonda ro'za chekilmaganligi to'g'risida bunda bayonotlar berib, Xitoy axborotlari, Xitoy Kommunist partiyaning tashviqotlari to'xtamay shu shaklda ta'til tashviqot qilyotdi. Sizmi bir din o'qigan, diniy Qur'on Karim tafsirlarini tarjima qilgan, ham shu dinni yaxshi tushunadigan bir diniy olim bo'lishibdingiz bilan shu vatandagi bo'layotgan Uyg'ur musulmonlarining ustidan yurgizilayotgan shu Xitoyniki siyosatlarga, diniy siyosatiga qanday qaraysiz? U yerdagi diniy erkinlik gerçekten Xitoy da'vo qilayotgandek mavjudmi? Yoki musulmonlar qiyin ahvolda qolyaptimi? Shu to'g'ridagi ko'z qarashlaringizni anglagan bo'lsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men bir Sharq Turkistonlik bo'lish suhbatim bilan 20 yil bo'ldi chet elda yashayapman. Bizning u yerdagi musulmonlarning diniy erkinlik masalasiga kelsak, biz haqiqatan kundan kunga ta shu Xitoylar ishg'ol qilgandan boshlab kundan kunga bu diniy besim, milliy besim, irqiy besim eg'irlashib uval qilinib kelyapmiz. Hatto bizga yashash haqqi to'nilmayotdi. Gerçi yaqinqi zamondan buyon bu vatan ichidan kelayotgan bu dinga qarshi harakatlar, diniy simbol, diniy alomat, diniy belgilarga qilinayotgan haqorat va besimlar, cheklamalar bizni haqiqatan bu chet elda yashayotgan muhojirlarni haqiqatan ko'nglimizni yerim qiladi. Şunun bilan birga bu Ramazon yaqin kun tartibga kelsak, Ramazon munosabati bilan nurg'un joylarda ro'za tutishni cheklaganligi, kunduzi tomoq etib, masalan, ma'murlarga, o'quvchilarga mushundaq kunduzi tomoq yeyga o'zgan ahvollar mushundaq bunun xabari kelib, biz Turkiyada yashayotgan bo'lg'achqa, Turkiyadagi ijtimoiy jamiyat a'zolari va bizning xalqimizga hissdoshlik qilayotgan musulmonlar buningga qarshilik bir nima elib bordi, norozilik namoyishlari elib bordi. Buni yuvish uchun Xitoy davomli hiylagarlik, makkorlik, kazzoblik bilan ish qilib kelayotgan bo'lg'achqa, bu bizningki musulmonlarga, Xitoyda musulmonlarga besim yo'q deganni isbotlash uchun faqat bir qitimliq ibto berish orqali butun dunyoninki bu axborot organlarini va shundaqla diplomat har qaysi munosabatli organlarni oldi, haqiqatan aldab keldi. Burundan aldab kelgan, bu qitim aldab ma'lum natijalarga o'zining maqsadiga erishgan bo'ldi. Ammo u yerdagi haqiqiy ahvol Xitoylarninki undaq ta'tir tashviq qiliblar, bundaq burmilab, haqiqatni burmilab qilgandek emas. Haqiqiy ahvol masalan
ro'zini tutqizmaslik, namoz o'qitmaslik faqat ro'za bilan munosabatli emas bu. Xitoyning asli qonunida normal diniy faoliyat erkinligi har qanday Xitoy garajdonining diniy erkinlik normal diniy faoliyat qilsa bo'ldi deb qonuni bor. Uning haqiqatan de men vatandan chiqishdan burun buni o'qiganman, o'z ko'zim bilan ko'rgan, o'z qo'lim bilan kitobini tutib o'qigan, qonunlarni o'qigan, ikki qismda taqdirlangan kitoblarda. Bu normal diniy faoliyat degan aşı faoliyatning o'zini ruxsat qilsa bizning xalqimizga hozirgi vaziyatda xalqimizni memnun nisbiy bo'lsa-mu memnun qila oladi. Ammo u aşı o'zininki bu normal diniy faoliyat qilish erkinligi ega degan qonunning o'zining qonunini o'z dafsanda qilib xohlagancha mushunaq diniy faoliyat bilan shug'ullangan deb masalan kiyim kiyib qo'yish diniy faoliyat bilan shug'ullangan, saqal qo'yish diniy faoliyat bilan shug'ullangan, bir kitap, Qur'ondek bir narsani ko'tirib mangan yoki o'qigan bo'lsa diniy faoliyat bilan shug'ullangan yoki bir bunda ko'rinib qolgan namoz o'qigan bo'lsa diniy faoliyat bilan shug'ullangan deb mushunda qarlanib muynaq jazolanyapti bizning xalqimiz. Aslida o normal Xitoyning o'zining qonunida qo'ygan normal diniy faoliyat qilish erkinlik ega degan shu nimaga tushdi asli bizning xalqimizning qilyaptini. Ammo buni o'zining qonuni o'z dafsanda qilib, mana xalqimizni bo'zaq qilib, bularni hatto yaqingi zamonda biz olgan ma'lumotlar qarag'anda Xitoy bevosita tashviq qilib axborot organlari, tashviqot organlari bevosita tashviq qilish, hatto lavhalarni yezib, masalan yo'l bo'yida namoz o'qishga bo'lmaydi. Nima degan gap bu yo'l bo'yida? Bizim musulmon bo'lsak, musulmon degan har qanday dunyoninki hamma yeri zimini masjid qilindi deb payg'ambar alayhissalom bizga shunday o'rgatgan. Am bu musulmonlar uchun har qanday yerda namoz vaqti kelganda o'qiy oladi. Namoz o'qigan odam degan bir Xitoyning qo'ngini o'rveting degan gap emas bu. Alloh bilan munojotlashadi faqat. Muşunun ruhsat qilmaydi, tahammül qilolmaydi. Masalan 2-3 yil burun mening bir hadam bor, bir ma'lum bir yezida yashaydi o'zi. Bir nimada saychilik qildi. Saychilik qilib shu namoz vaqti kelib qolgan, namoz o'qitgan, ashunga sen bu haq ko'ktib namoz o'qiding deb 10 ming Xitoy puli jazo qo'yibdi masalan. O bir namoz o'qiganga aniq qildi. Kiyim kechak kiydi, masalan, hatto kiyim kechak kiydingmi? Kiyim masalan islomni bundaq simvol qildigan, islomiy nimani bildirdigan mushunda kiyimlarni sotgan do'konlardagi kiyimlarni yig'ib chiqib ketganlik. O hammamizga ayon bu. Bu mushundaq bo'lsa, ya'ni qaysi yuzi bilan Xitoy biz diniy har qanday bir musulmon garajdonning diniy erkinlik, diniy faoliyat qilish erkinligi ega deb da'vo qila olaydimi? Bütünlüğü köz bayamçılık olan müşündaq qılıp atdı. Hatta meni yaqında bir jiyanim aşu elq adamninki bir oğlunu akir kitibdi. Men texi mushu heyt münasibet bilan apamı telefon qilish bilan ismi İsa qari deymiz hamda aşuni akir kitibdimdi. O men uqtirmaydi. Bu so'rasam, o gapni qilishmaydi deydi. Bu qitim ko'chilab apamdan so'rasam deb bermaydi. Solup aldım ya ama o necislar desem solup aldı dedi. Neymi qıptıken desem biz hiç okumaymayız dedi. Şu namaz okudun da solup algan biliş gerek belki o yetim çoğun olgan balamdı. Acamın yoldaşı tügep gitip 4-5 balısı var. 4 oğul bir kız. Bula balık içi gelip yetim çoğun olgan balı değil mi? O men bağıktığında o din bilen alakası yok da küçük balılardı. Fakat men çetel çıkartgandan keyin şu biraz çoğalgandan keyin azroq bir musulmon bo'lgandan keyin hamda bir dini ma'lumot egallab bir namoz o'qishni o'rganib shu ishni qilgan hamda shu namoz o'qiding deb akirib olganligi aniq hamda uni hamda mushundaq ahvol bo'lsa bir namoz o'qiding deb akirib olsa nima degan bo'ldi qaysi yuzi bilan diniy faoliyat qilish erkinligiga deb Xitoy bildirlay oladi.
Yani vahim hammasi yolg'on. Bu hatto shu chet ellik diplomatlar yoki rahbarlarni ko'z bo'yamchilik qilib, bular Uyg'ur tashkilotlari nim qilgan, yetkazgan ma'lumotlar xato deb yolg'on degan aşı nimami butunlay shu Xitoylarningki yolg'on ma'lumot berish orqali xalqni ko'z bo'yamchilik qilib, Xitoy davomli qilib oldi ko'cha bexil, keyni ko'cha bexil. Hatto 2 kun burun bir Turkiyada yıllar boyu o'qib, o'sha tadqiqot elib borgan bir xonim efendi bir maqol yozibdi. Maqolda amaliy ahvolni debdi. Xitoy bundoq teshidan qarab belgili olmaydi debdi. Siz shundoq bir aşağıdaki bir Uyg'ur dek yashab turib, andan keyin u yerdagi zulmning ne kadar ig'irligini hamma jihatda mayli mengish turishda bo'lsin, qatnash vositalarida bo'lsin, davolanish ishida bo'lsin, ijtimoiy ishlarda bo'lsin, qanday yerda bo'lsa kamsitilayotgan, besimga uchrayotgan, shunday qilib bo'zaq qilinayotgan muyna ahvolni uchirtisiz. Ammo uni siz Uyg'urdek bir yashab, bundaq chetlarda bundaq kelib bilan bundaq ular ma'lum ko'rsatgan ko'rib, siz u yerdagi amaliy ahvolni bilolmaysiz deb yozibdi. Amaliyat o bir tadqiqotchi ekan o'zi, tadqiqot munosabati bilan Xitoyning shu o'zining nimalarda o'qib tadqiqot boshqa millatlar ustidan tadqiqot elib borgan bir xonim efendi ekan. Ammo shu qitimqi men chidimida men shu miyadagi bo'layotgan ta'tir tashviqotga qarab chidimay shu qo'limga qalam oldim, buni yozdim deb shu binasi yozibdim. Demek yani Xitoyning hakikaten Xitoy davomli kazzablik bilan dunyoni burmilab, dunyoni aldab meni kelyotdi. O Xitoyninki o diniy erkinlik degan tashviqoti tamamen yolg'on. Rahmat.